Bir kechalik kelinchak. Muallif Umida G'aybullayeva. Ikkinchi qism. Normat polvon Nafosat ayaning tug'ishgan ukasi. Keng yelkali, og'ir gavdasi sal oldinga tashlab yuradi. O'zi dangal odam. Aytgan yeridan kesadi. Bolaligidan bozorda hammolchilik qilib katta bo'lgan. Hozirgacha ham shu ishini tashlamadi. Uydagi 4 nafar churvaqalarini arava yetaklab, boylarning bozor o'charini mashinasigacha yetkazib berib boqadi. Nafosat aya o'ylab ko'rib, singil qayni-singillarini chaqirib o'tirishni o'ziga ep bilmadi. To'g'risi, bu ishga ayollarni aralashtirgisi kelmadi. Chamasi hech ish chiqmasligini oldindan sezdi. Shuning uchun Normat polvonni chaqirib qo'ya qolishni lozim topdi. Har qalay Nasiba undan hayqadi. Ajabmas, bir-ikki og'iz qattiqroq tiysa, niyatidan qaytsa deb fikr qildi. "Xo'pa, odamni ishdan qo'yib, nimaga chaqirib yuribsiz o'zi?" Normat polvon o'ziga peshvoz chiqqan opasiga yelkasini tutarkan gina qilgan bo'ldi. "Bugun juma bo'lsa, bozorning qizig'idan qo'ydingiz-a? Bolalaring yaxshimi, ukajon?" Nafosat aya uning gaplariga e'tibor qilmay, hol-ahvol so'ray ketdi. "Kelin ham eson-omon yuribdimi? O'g'ling Nomonjon institutga boryaptimi?" "Hammasi yaxshi, opa. Shularni so'rash uchun chaqirganmidingiz?" "Voy, opam borida hech bo'lmasa oyda bir xabar olay demaysan?" Normat polvon beixtiyor bosh egdi. Haqiqatdan anchadan beri bu xonadonga kela olmagani esiga tushib, opasining yelkasiga qoqib qo'ydi. "Kechiring opa, ish ko'pda. O'zingiz tushunasiz-ku. Shu hammolchilikni deb, bolalarning tashvishi deb sira ortin olmayapman. Qani ayting, nima gap o'zi? Kel. Shoshiltirmasdan so'riga o'tir. Bir piyola choy ich. Yo shu ko'yi ketavermoqchimisan?" "Yo'q, opa. Odamni uyaltirmang. O'tiraman. Aytgancha, Nasiba ko'rinmaydi." Nafosat aya javob berish o'rniga ukasining oldiga dasturxon yozib, mayda chuydalar qo'ydi. Choynakdagi choyni shopira-shopira piyolaga quyib Normat polvonga uzatdi. "O'tirgandirda arazlab", dedi nihoyat qo'lidagi choydan bir-ikki ho'plab. "Buning ham keyingi kunlarda kuydirgi bo'lib qoldi." "Qo'ying, opa. Nasibangiz unaqa qiz emas." "Bilaman, Normatvoy. Qizim aqlli, farosatli, ammo shu desang, kecha sovchilar keluvdi. Sekin surishtirib ko'rsam, o'zimiz bob, bechoragina odamlar ekan. Kiyov ham yomon bolaga o'xshamaydi. Xo'sh, keyinchi?" Qiziqsinib, Nafosat ayaning ko'zlariga tik boqdi Normat polvon. "Qo'rmag'ur ko'nmayapti." "Ha endi opa, o'zingiz kap-katta xotinsiz-u, arzimagan narsani tushunmaysizmi? Qiz degan darrov rozi bo'laveradimi? Sal noz qilib turadi-da." "Yo'q, Normatvoy. Nasiba shunchaki noz qilmayapti." "Xo'p, cho'zmay ayting unda. Nima dardi bor ekan?" "Bir boyvachchaning o'g'lida ko'ngli bor emish." "Nima? Nasibaning-a? Astag'firullah. Qo'ying, siz shunday deb o'ylayotgandirsiz. Voy, kechagina gaplashib, ko'ngliga quloq solib ko'rdim. O'lsam o'laman, faqat o'shanga tegaman deyapti." "Ha, shunaqa deng." Normat polvonning rangi birdan o'zgarib, boshdagi do'ppini yechdi-da, ko'rpachaning ustiga tashladi. "Men jiyanimdan bunaqangi ishlarni kutmagandim. Nahotki men bilan o'sha Nasiba ko'rpasiga qarab oyoq uzatsa bo'lmaydimi?" Bo'pti. Ukasining azvoyi buzilayotganini ko'rib, Nafosat aya gapni kalta qildi. "Sen ham pashshadan fil yasamay qo'ya qol. Seni jiyaningga yaxshilab tushuntirib qo'yarmikinsan deb chaqirdim, uka. Qani, chaqiringchi." O'rnidan bir qo'zg'alib narigi yonboshi bilan o'tirib oldi Normat polvon. "Kim ekan o'sha boyvachcha? O'zining og'zidan eshitaylikchi." Nafosat aya qizini ichkarida bo'lsa kerak deb o'yladimi, sekin Nasibaning yotoqxonasi tomon yo'l oldi. Haqiqatdan Nasiba yotog'ida ko'rpaga o'ralib olgancha ikki qulog'ini tashqariga ding qilib yotardi. Tog'asini kelganini bilgan bo'lsa-da, chiqishga qo'rqayotgandi. Chunki tog'asini yaxshi biladi. Darrov baqirib tashlaydi. Shu tobda to'satdan yotoqxona eshigi ochilib, ostonada onasi paydo bo'ldi.
Qizim, dedi eshitilar eshitilmas. Tog'ang keluvdi, seni so'rayapti. Meni nimaga so'raydilar? Qaysarligi tutib yotgan yerida savol tashladi Nasiba. Gapi bor ekan. Tur, uyga mehmon kelsa ham yotib oladimi odam degan. Tog'ang senga yomonlikni ravo ko'radimi? Otang o'rnida ota bo'lsa. Nasiba indamay o'rnidan qo'zg'aldi. Endigina xalatini to'g'irlagan bo'ldi-da, zarda bilan eshikni yopib tashqariga chiqib ketdi. O'zimning ona qizim shu yerda ekan-ku. Jahli chiqib tursa-da, Normat polvon jilmayib Nasibani bag'riga bosdi. Qani, bu yoqqa o'tiring-chi ona qiz. Nasiba so'rining bir chetiga cho'kib boshini egib oldi. Xo'sh ona qizim, nimaga oyingga ozor beryapsan? Gapning bu qadar to'mtoq boshlanishini kutmagan Nasiba keskin boshini ko'tardi. Nima qilib ozor beribman? Ha endi, men erkak kishi bo'lsam ham har qalay otang o'rnidaman deb yuraman. Kap-katta qiz bo'lding, qayoqdagi boylarning quruq gapiga ishonib yurishing, undan ko'ra onangga quloq solsang-chi. U senga kimlar og'iz solayotganini yaxshi biladi, seni jarga itarib yubormaydi. Xullas, sevgi-pevgini qo'y. Bizning avlodimizda boy odam bo'lmagan. Undaylar bilan bir tovoqdan ovqat yeya olmaysan. Onangni qon yig'latishni istamassan axir. Men oyingga aytdim. Yana kelishsa, o'sha Anvar deganiga rozilik berib yuboradigan bo'ldi. Ortiqcha gap qilib, bizlarning yuzimizni yerga qaratib qo'yma. Fe'limni bilasan. Bo'lar bo'lmas gaplarni yoqtirmayman. Nasiba bir marta tog'asining yuziga alam aralash qarab oldi-yu, ho'ngrab yig'lagancha ichkariga kirib ketdi. Oradan 2 kun o'tdi. Sovchilar yana kelishdi. Nafosat aya bu safar ularga rozilik berib yubordi. Qudalar 3 kundan so'ng kelin kuyovlarni yo'liga bo'lsa ham uchrashtirib qo'yishga kelishib olishdi. Nasibaning yuragi battar g'ash tortib, dunyo ko'zlariga qorong'u bo'ldi. Furqatga bo'lib o'tgan gaplarni qanday aytishni bilmay ichidan zil ketdi. Nihoyat o'sha kuni kech tushib, ona bola ovqatlanib ham bo'lishdi. Nafosat aya zalga televizor tomosha qilish uchun kirib ketdi. Baribir aytish kerak-ku. Bechora qiz yig'lay soatini 10 qildi. Onasining uxlaganiga to'liq amin bo'lgandan keyin kelishilgan yerga istar istamas ravona bo'ldi. Yozning bunday so'lim oqshomlarida kechasi ko'chada sayr qilish aslida huzur bag'ishlaydi. Katta yo'ldagi mashinalarning ovozi biroz kayfiyatni buzsa ham, ochiq havo bu dirxiraliklarni kesib turgandek. Nasiba mahalla ko'chasidan onda-sonda o'tib turgan odamlarga e'tibor bermay, o'zlari doim uchrashadigan yerga, mahalla chetidagi kimningdir buzilgan uyi orqasiga o'tdi. Bu yerlarda zog' yaqin kelmaydi. Juda ham tashlandiq joylar. Ayniqsa kalamushlar ko'p. Nasibaga qolsa bu yerlarga kelish tugul o'ylashga ham qo'rqardi. Biroq sevgilisi aynan shu yerni tanlagan. Nima ham qilsin? Muhabbat nimalarga yetaklamaydi. Furqat har doimgidek oldin kelib mashinasiga suyangancha sigaret tutatish bilan band edi. Nasibani ko'rib sigaretini bir chertga irg'itdi-yu, kutilmaganda qizni o'ziga tortdi. Nasiba haqiqatdan buni kutmagandi. Chunki shu kungacha Furqat unga qo'l tekkizmagan. Avzoyi badani titrab ketgan qiz shoshib qoldi. Yo'q, o'zini orqaga tashladi Nasiba. Menga tegmang. Bu nima deganing? Hayron bo'ldi Furqat. Nimaga bunday deyapsan? Seni sevaman-ku axir. Menga qara, yig'layapsanmi? Ha, yig'layapman, dedi Nasiba ko'z yoshlarini ro'molchasiga arta-arta. Nima bo'ldi o'zi? Ochiqroq gapirsang-chi. Nasiba javob berish o'rniga battarroq yig'lay boshladi. Qani ko'zlarimga qarachi. Uni yelkasidan tutib o'ziga qaratdi Furqat. Ha, ana shunday. Katta qiz ham yig'laydimi? Qani endi gapirchi, yo mendan ham yashiradigan sirlaring bormi? Sirim yo'q, faqat sizga qanday aytishni bilmayman. Yo'q, aytasan. Sen axir yomon gap aytmaysan-ku. Meni boshqaga uzatib yuborishyapti, dedi Nasiba zo'rg'a. Nima? Qanaqasiga? Axir men yaqin kunlarda sovchi qo'yishimni aytgandim-ku senga. Oyingga, menga kim ham quloq solardi? Yig'lay boshladi Nasiba. Bo'ldi, hammasi tamom.
Endi boshqa uchrasha olmaymiz, kechiring. Furqat dovdirab qoldi. Bir muddat mushtlarini tugib u yoqdan bu yoqqa asabiy borib keldi. Hozirgi eshitganlari tushmi, haqiqatmi ekanini anglay olmay xunob bo'ldi. Asabiylashganidan kutilmaganda Nasibaning ikki bilagidan mahkam siqib oldi. Menga qara. Hoziroq tushuntir. Nega oyingga aytmading? Demak, meni sevmas ekansan-da, aldab yurgan ekansan-da. Nimalar deyapsiz, Furqat aka? Nega siz ham meni qiynaysiz? Tushuntirdim, aytdim, boy ekan deb ko'nishmasa nima qilay? Shunaqa degin? Furqat Nasibani qo'yib yubordi-da, mashinaga suyanib qoldi. Boylarni uyingdagilar odam o'rnida ko'rishmas ekanda. Tushunarli. Nahotki sen shuncha vaqt uchrashib yurib, mening kimligimni bilmagan bo'lsang. Yaxshi. Furqat mushlarini tugib osmonga o'ychan tikilgan ko'yi so'zda davom etdi. U endi rostkamiga alam bilan so'zlardi. Boylar qanaqa bo'lishini endi ko'rsatib qo'yaman. Nasi, menga qara. Qochib ketmaymizmi? Sen axir mendan boshqasini sevmaysan-ku. Qanday qilib o'zing suymagan yigitga tegib ketasan? Yur. Sen Adamning tog'dagi dala hovlisiga olib boraman. U yerda bizni hech kim topa olmaydi. Yo'q, dedi qat'iy ohangda Nasiba. Men unaqangi qizlardan emasman. Oyimni zor qaqshatib keta olmayman. Peshonamdan ko'rdim, Furqat aka. Nahotki sevgimiz uchun kurashishni istamasang? Men kurashishga o'rganmaganman. Nima? Hali shunaqamisan? Yaxshi, unda sen ham eshit. Sen kurashishga o'rganmagan bo'lsang, men yutqazishga o'rganmaganman. Furqat shunday dedi-yu, Nasibani kutilmaganda dast ko'tarib tashlandiq xaroba uyning narigi chetiga olib ketishga chog'landi. Yo'q, sen bugunoq, hoziroq meniki bo'lasan. Seni birovlarga berib qo'yadigan ahmoq yo'q. Qo'yvoring. Nari borib ham o'tirmay, yerga yotqizgancha yuz qo'llardan tashmanib o'payotgan Furqatni itarib tashlashga Nasibaning ha deganda kuchi yetavermadi. Lekin indamay yotaverish. Qo'yvoring dedim. Maraz, hali siz shunaqamisiz? Hozir baqiraman, tegmang menga. Yigit qo'yib yuboravermagach, Nasiba uning bilagidan jon holatda tishlab oldi. Nimalar qilib qo'yding? Bu orada Nasiba o'rnidan turdi-da, ustini qoqishni ham unutib, kuchining boricha uyi tomon chopib ketdi. Furqat bo'lsa, u yoq bu yog'ini tozalay, ko'karib chiqqan bilagini ushlagancha, Nasiba ketgan tomonga qarab alam bilan qichqirdi. Eshitib qo'y. Men hech qachon yutkazishga o'rganmaganman. Bir kun kelib ko'rasan. Hammasi uchun qasd olaman sendan. Bevafo, qasd olaman. Yosh elliklarni oralab, sochiga onda-sonda oq oralay boshlagan o'rta bo'yli, to'ladan kelgan Qudrat Karimovich telefon orqali kimlargadir ko'rsatmalar berib bo'lgach, o'rnidan turib yotog'iga kirdi. Hozir shunchalar charchagan ediki, hech kimning xalal berishini istamasdi. Bir o'zi yolg'iz qolib dam olmoqchi edi. Savdo kompaniyasini tashkil qilishga qildim-u, xayolidan o'tkazdi u yotoqxona eshigini ohista ochib ichkariga kirarkan. Boshim baloga qoldi. Rahmatli Sarvnozimdan ayrildim. Bittagina o'g'lim yetim bo'lib qoldi. Qani endi jaraq-jaraq shu pullar ilgarigi baxtimni qaytarib bera olsam. Qaytarib bo'pti. Aksiga olib Furqat ham bebosh bo'lib o'sdi. Kimga tortyapti o'zi bu bola? Biror marta uyda o'tirganini yo oldimga borib ish o'rganganini ko'rmadim. Qayerlarda yuradi? Kimlar bilan yuradi o'zi? Endi orqasidan kuzatuvchi qo'yishim qoldimi? Odamlar nima deydi? Qudrat Karimovich sekin kelib devordagi marhuma xotinining suratiga alam bilan tikilib qoldi. Kechir Sarvinoz. Men o'shanda seni saqlab qola olmadim. Sen mening kasrimga qolding. Ha, men ablah odamman. Ablah bo'lmasam, suiqasd bo'lishini oldindan eshitib turib, yana seni o'sha yaramas mashinaga yolg'iz o'tkazib yurarmidim. Dushmanlarimning o'qiga uchratarmidim. Kechir. Yo'q, sen tinch yotgan onasi, men hech qachon senga xiyonat qilmayman. Hech bir ayolni senga o'xshata olmayman. Faqat o'g'lingdan xavotirdaman. Tushmagar o'sha paytlarda sendan biroz tortinib turarkanmi, o'qishga ham vaqtida borardi. Bemahal ko'cha sang'imasdi. Hozir bo'lsa, ha mayli, xijolat tortma. Hali yoshda, sal ulg'aysa bosilib qolar. Ada, kim bilan gaplashyapsiz? Qudrat Karimovich seskanib orqasiga o'girildi.
Furqat ekan. Uning tund yuzlariga ko'zi tushgan ota ko'z yoshlarini ro'molchasiga shosha-pisha artdi-da, majburan kulimsirab o'g'liga yaqin bordi. "Ha, nega? Qovog'ingdan qor yog'yapti?" so'radi u Furqatning yelkasiga qo'lini qo'yib. "Yana nima bo'ldi? O'zingizga nima bo'ldi? Shunday katta odam yig'layapsizmadi?" "Har gaplarni bilasan-da o'g'lim. Menga nima bo'lardi? Shunchaki charchadim. Onang esimga tushib ketdi shu topda. Meni qo'yaver. O'zingdan gapir. Ish bilan bo'lib senga mundoq e'tibor ham bera olmadim. Ofisga boray demaysan o'zing?" Furqat bir otaga, bir onaning devordagi jilmayibgina turgan suratiga qarab oldi-da, divanning bir chetiga o'tirib bosh egdi. "Ada, men sizga bunaqangi gaplarni sira gapirmagandim", dedi nihoyat, hanuz boshini ko'tarishga jazm etolmay. "Lekin bugun gapiraman." "Xo'p, gapir, eshitaman. Men tez uylanishim kerak edi." "Nima? Yangilik-ku", kuldi Qudrat Karimovich. "Men hazillashayotganim yo'q." Ota birdan jiddiy tortdi. "Hazillashmayotganingni sezib turibman, ammo uylanishdan avval yetarli ma'lumot olish lozim. Ish o'rganish lozim. Axir meni ham bog'lab berib qo'yganim yo'q. Yoshim 50 ga qarab ketyapti. Ada, nega tushunmaysiz? Men bir qizni sevardim, lekin uni boshqaga uzatib yuborishdi." "Ha, gap bu yoqda degan. Yaxshi, uzatib yuborgan bo'lishsa, demak o'sha qiz seni yurakdan yaxshi ko'rmagan. Endi boshqasini olaverasan. Shunga ham qovoq tumshuq qilib yuradimi yigit kishi?" "Ada, siz aniq javob bermadingiz." Dast o'rnidan turib ketdi Furqat. "Yolg'iz o'g'lingizman. Sizdan shu paytgacha hech narsani qattiq iltimos qilmaganman. Men senga yo'q demadim-ku. Bugunoq xolalaringga qo'ng'iroq qilib aytaman. Yaxshi joydan kelin qidirishadi. Bo'ldimi?" "Bo'ldi." Furqat xayrni ham unutib xonadan chiqib keta boshladi. "To'xta", dedi Qudrat o'g'lining yo'lini to'sib. "Faqat bitta shartim bor." "Xo'sh, qanday shartingiz bor edi?" "Anavi bekorchi ulfatlaring bilan o'tirishni bas qilasan. Ana shundagina men seni uylantiraman, ma'qulmi?" "Bo'pti edi. Ular bilan hech qachon o'tirmayman." Furqat xonasiga kirib kiyimlarini alishtirgach, to'g'ri basseynga chiqdi. Chayqalib turgan ko'm-ko'k suvga birpas termilib qoldi. So'ngra darvoza tomondagi qo'riqchilarga ko'z yugurtirdi. Ular Furqatga e'tibor bermasalar-da, hozir qandaydir buyruq olishlarini bilgandek tez-tez ko'z tashlab qo'yishni kanda qilishmayotgan edi. "Ey Sodiq, bu yoqqa kel", buyurdi Furqat qo'riqchilardan biriga. "Tez yetib kel." Qo'riqchi ko'z ochib yumguncha basseyn qirg'og'ida hozir bo'ldi. "Eshitaman, shef. Bor, ichkaridan bir shisha kaniga olib chiq." "Yo'q, bu yerga emas, mening xonamga olib kir. Keyin anavi bor edi-ku, xizmatchi ayol. Taniyami?" "Ha, o'shani ham ayt, oldimga kirsin." "Adangiz, bu yog'i bilan nima ishing bor? Aytganini qilmaysanmi?" "Xo'p, bo'ladi. Ha, aytganchi, mabodo adam so'rab qolsalar bilmayman deb aytgan." "Tushundim." Furqat o'zini suvga tashlab 1-2 marta u yoqdan bu yoqqa suzgan bo'ldi. Baribir ko'ngliga sig'madi. Bir zarb bilan otilib basseyndan chiqdi-yu, kiyimlarini qo'ltiqlab xonasiga chopdi. Furqat ichkariga artina-artina kirib borarkan, mehmon kutadigan xonasiga kiraverishdagi eshik tepasiga o'rnatilgan bahaybat sher haykaliga deya aftini bujmaytirib qo'ydi-da, eshikni itardi. Xonaning o'rtasiga uzun stol qo'yilgan bo'lib, dasturxonda turli shirinliklar, ichkiliklar, tovuq deysizmi, qovurilgan go'sht deysizmi, ishqilib yegulik degani bisyor edi. U so'nggi paytda biroz kichraya boshlagan yuzlarini ohista silab, sochiqni bir chetga irg'itdi. Ko'rdiki, negadir taniya kelmabdi. Jahli chiqdi, lekin shoshilmadi. Avval stol ustiga ko'rk berib turgan fransuz konyakni ochib, bir qadahga qultillatib qo'ydi va oxirigacha ichdi. Ketidan shokolad chaynadi. Konyak juda yoqimli. Xushdan bo'lgani sabab ketidan yana bir qadahni ko'tardi. Negadir kayf bermagandek tuyuldi. Servant ichkarisidan Nodir qoldirib ketgan jicha narkotikni olib 3-4 hidladi.
Ana endi ko'z ochib yumguncha kayfiyati ko'tarilib ketdi. U kamiga sigaret tutatib, stol qarshisiga emas, naridagi yumshoq divanga cho'kdi. Mumkinmi? Furqat keskin boshini ko'tarib eshik tomonga qaradi. Ostonada kalta yubka kiyib, sochlarini yoyib olgan Tanya jilmayib turardi. Chaqirgan ekansiz?